Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga 7 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 10 ta xonadan iborat 2 qavatlik uy proyekti bilan tanishtirib o'taman. Uchastka razmerlarimiz eniga 22 metr va uzunasiga 32 metr va asosiy uyimizning o'zining gabaritlari 13 metrga 13 metr va shu holatida 10 ta asosiy xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat. Endi bir boshdan ko'cha tomondan tushuntiradigan bo'lsak, birinchi mana o'ng tomonda katta darvozaxonamiz, buning yonida piyodalar uchun kalitkamiz va davomida bitta katta mehmonxona va yana bitta ota-onalar yotoqxonasi va undan keyin общий kotelnimiz bo'lyapti uyimiz uchun. Ikkinchi qavatni tushuntiradigan bo'lsak, tepada ota-onalar yotoqxonasi, o'zining ichida katta sanuzel bilan va bu tomonda bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Endi yana ham tushunarli bo'lishi uchun hovli tomondan tushuntirib o'tamiz. Mana bu yerda ikkita bolalar xonasi, hovli tomondan mana tushuntiradigan bo'lsak, yorug'roq qilib olamiz va bu tomondan yaqinroq keladigan bo'lsak, mana bu yerda asosiy kiradigan eshigimiz, bu yoqda sanuzellarimiz, ikkita deraza va o'ng tomonda kattagina bitta oshxonamiz bo'lyapti, oilaviy o'tiradigan, choy ichadigan xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi qavatda balkonimiz bor, uning orqasida bitta katta hol, bu tomonda bitta bolalar xonasi va mana bu ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz bo'lyapti. Tomlari yopilishi, mana tepadan ko'rinishlari. Endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun ko'cha tomondan boshlab bir boshdan kalitkadan kirib xonalarni ko'rib chiqamiz. Общий mana bir boshdan boradigan bo'lsak, hovlimiz ko'cha tomondan uyimizning fasadining ko'rinishi oppoq rangda qilingan mijozimizning talabiga binoan va kalitkadan kiradigan bo'lsak, общий mana darvozaxona uchun mo'ljallab ketilgan joyimiz. Bu keyinchalik usti yopilib darvozaxona qilinadi va hozircha mijozimiz bunga ehtiyoj bo'lmaganligi uchun hozircha ochiq qoldirilgan. Va ketadigan bo'lsak, bu yerda mana hovlimiz uchun qoldirilgan yashil zonamiz kattagina hovlida joy qolgan. Va oldi tomondan tushuntiradigan bo'lsak, bir boshdan mana bu asosiy uyimiz, fasad bu ham oldi tomoni ham oppoq qilingan ranglari va tepada balkoni va asosiy uyga kiradigan qismimiz. Mana bu eshikdan to'g'ri kirganimizda birinchi bizni prixodka qismi qarshi oladi. O'ng tomonda ham, chap tomonimizda ham shkaf qo'yadigan, oyoq kiyim, ust kiyimlar yechadigan joy ko'zda tutilgan. Va undan o'tib kirganimizda mana katta hol bo'lyapti va shu holdan hamma joyga kiriladi. Mana zinadan ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Bu tomonda sanuzel va bitta bolalar xonasi, to'g'rida mehmonxona, uning yonida ota-onalar yotoqxonasi va mana bu asosiy oshxonamiz, oilaviy o'tirib choy ichadigan xonamiz bo'lyapti. Va bu yerga kiradigan bo'lsak, mana kattagina razmerda va hovliga qaragan katta panoramli oynasi bor. Endi qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. To'g'ri ketadigan bo'lsak, mana sanuzel qismlarimiz, chap tomonda mana kattagina hammomimiz bo'lyapti. Birinchi qavat uchun umumiy va buning yonida bitta mana hojatxonamiz bo'lyapti, ixchamgina. Mana shunday holati va o'ng tomonda mana bitta bolalar xonasi, ya'ni darvozaxona tomonga qaragan derazasi qo'yib ketilgan. Mana shunday holatda. Va bu yerdan qaytib chiqamiz, keyingi xonalarni ko'rib chiqamiz. Zinadan ikkinchi qavat va undan oldin mana to'g'ri ketadigan bo'lsak, bu yerda mana katta mehmonxonamiz, ko'cha tomonga qaragan oynasi mana shunday holatda bo'lyapti. Razmerlari kattagina, bemalol 20 kishi, 25 kishi sig'dirsa bo'ladigan razmerda. Va buning yonida mana ota-onalar uchun birinchi qavatda bitta kattagina yotoqxona qoldirib ketilgan. Buni ham derazasi ko'cha tomonga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lyapti. Общий mana holga qaytib chiqdik va endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi etaj, endi ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Mana zinadan to'g'ri ikkinchi qavatga chiqamiz, holni o'zidan. Va bu tomondan mana birinchi qavatimiz va ikkinchi qavatni ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti va ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham bitta kattagina hol bo'lyapti va shu yerning o'zidan hamma xonalarga o'tamiz. To'g'ri ketadigan bo'lsak, balkonimiz, o'ng tomonda sanuzel qismlarimiz, bu yerda bolalar xonasi va bu tomonda tushuntiradigan bo'lsak, yana bitta bolalar xonasi va bunda o'rtadagi eshigimiz bu общий garderob xonamiz bo'lyapti ikkinchi qavat uchun va undan keyingi xonalarimiz bitta ota-onalar yotoqxonasi va bolalar xonasidan iborat bo'lyapti. Shu holatda birinchi qavatda ham 5 ta xona, ikkinchi qavatimizda ham 5 ta xona bo'lyapti. Mana birinchi bolalar xonasiga kirdik. Ikkinchi qavatimiz uchun bolalar xonasi va bu yerdan chiqib ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzellarimiz. Birinchi qavatda qanaqa holatda bo'lsa, ikkinchi qavatda ham xuddi shunday razmerda, ko'rinishda bo'lgan sanuzellarimiz bo'lyapti. Va qolgan xonalarni borib ko'radigan bo'lsak, mana bu oshxonamiz ustidagi xonamiz, bu ham bitta bolalar xonasi, hovliga qaragan derazasi bo'lyapti. Va keyingi xonalarimiz mana bu общий garderob xonamiz, bu yerda kiyim-kechak yechadigan, u narsa
ortiqcha narsalarni saqlab qo'yadigan kattagina xonamiz bo'lyapti. Va buning yonida yana bitta mana bolalar xonasi, kattagina 2 kishilik bolalar xonasi sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Razmerlari kattagina bo'lyapti. Bu ham derazasi ko'cha tomonga qaragan bo'ladi. Va bu yerdan chiqib oxirgi xonamizga kiradigan bo'lsak, ikkinchi qavatda mana birinchi qavatdagi mehmonxonamizning ustida kattagina bitta ota-onalar yotoqxonasi bor. O'zining ichida sanuzel bilan birga ko'cha tomonga qaragan derazasi buni ham va mana bu kattagina ichida sanuzeli bo'lyapti. Hozir buni ham kirib ko'ramiz. Mana shunday holatda bitta dush, rakovina va unitazni joylashtirsa bo'ladi. Razmerlari kattagina bo'ladi. Mana shunday holatda va oxirgi ikkinchi qavatimizdan to'g'ri mana bu yerdan ketadigan bo'lsak, to'g'ri balkonga chiqib ketamiz. Mana balkondan hovli tomonimiz ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Mana bu yerlarda mana hovli tomon yana bir bor ko'rinishi, umumiy tepadan tomlar yopilishini yana bir bor ko'rsatib o'taman. Ya'ni ham tushunarli bo'lishligi uchun opshi mana shunday holatda bo'lyapti. Bu tomonlardan ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Umumiy ko'rinishi mana shunday bo'lyapti. Va yurtdoshlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerimni video ostida qoldiraman.